Aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bizda 99 mingta obunachisi bor kanalimiz sotuvga keldi. Xo'p, kanalimiz statistikasini ko'rsatib o'taman. Eng ko'p ko'rilgan video 2000 ta, shorts lekin dahshat ko'rilibdi. 10 million, 8 million, 9 million, million bo'layotibdi. Xo'p, statistikasini qaranglar do'stlar. Statistikasi oyiga 3.9 million prosmotr bo'lyapti. Oxirgi 90 kunga nisbatan esa 49 million. Lekin ancha yaxshini uchiribdilar. O'rtacha hisoblasak 16 million oshib prosmotr bo'lyapti do'st oyiga. Oxirgi 3 oyga nisbatan qarasanglar 16 million prosmotrdan tushyapti. Xo'p, 365 kunga nisbatan esa 180 million. Shuncha odamga ko'rtirib yuboribdilar kanalda, qoyil. 180 million, 180 million prosmotr bo'lgan, jami 99 mingta odam bor. 100 mingta deng. O'sha mana qarasangiz, kuniga 78 tadan odam qo'shilyapti, oyiga 2 mingta. O'sha xudo xolasa bir oyda ichida 100 mingtadan o'tadi nasib bo'lsa kanalimiz, 100 mingtadan o'tadi. Xudo xolasa bemalol keyin 100 kalik kanal sifatida qarasanglar bo'ladi. Xo'p, kanalimiz do'stlar aytib o'tganimdek, statistika yaxshi, yomon emas. Kelir auditoriyasini ko'rsatib o'taymi sizlarga. Auditoriya masalasiga qarasak, auditoriyamiz xo'p, asosan turkcha nomlardan qo'yilgan ekan, без subtitle. Xo'p, asosan O'zbekiston, Qirg'iziston, Rossiya 28 kunga nisbatan do'stlar, все времяga nisbatan esa shu, asosan O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston shunaqa. Kanalimiz do'stlar arzon. Kanal narxi $450. Konkret oladigan odam bo'lsa, ozgina tushib beramiz. Arzon kelib qoldi, $450 ga 100 mingtalik kanal. Yana gaplashamiz xullas, kelishiladi. Kanal narxi $450. Aniq oladigan odam bo'lsa, Telegramdan 99 791 32 32 do'stlar. Aloqaga chiqaverasiz. Salomat bo'ling.